Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Agar sizlar bu videoni hozir ko'rib turgan bo'lsalaring, juda ham vaqtida ko'ryapsizlar. Men juda ham xohlar edim yilning oxirigacha hamma ko'rishini, chunki bilamiz, yangi yil kelishi bilan 10 kun, 15 kundan keyin yosh yigitlar, ayollar o'sha bahorga tayyorlanishni boshlaydi. Ya'ni nimani tayyorlaydi? O'zini tanasini, ya'ni qaddi qomatini. Misol uchun menda ham har yili shu narsa kuzatilar edi. Bir xilgi payt o'xshamaydi, bir xilgi payt o'xshaydi. Nima demoqchiman? Dieta boshlaydi, zalga chiqishni boshlaydi, tanasini, figurasini, qaddi qomatini chiroyli qilishni boshlaydi. Va bu narsaga hamma ham erisha olmaydi. Bu narsani ko'pchilik biladi. Ayniqsa shu narsaga urinib ko'rganlar. Endi bilamiz, bu narsani o'xshamasligi ko'p narsaga bog'liq. Birinchi o'rinda genetikaga bog'liq. Hammada menimcha bitta tanishi bo'ladi, shunaqa insonki, 3 ta 4 ta porsiya ovqat yeb qo'ygandan keyin ham misol uchun 50 kilo, 60 kilo vaznda ushlab tura oladi. Bu yillar davomida o'zgarmaydi. Misol uchun 30 ga 40 ga kirgan insonlar ham chiroyli formada qancha yesa ham o'zgarmaydi. Bir xilgi insonlar bor, misol uchun bizga o'xshagan insonlar bor. Ozgina ovqatlanishingiz bilan yoki noto'g'ri ovqatlanishingiz bilan tezda vazn yig'ib olasiz. Hozirgi moment, mana misol uchun yangi yildan oldin deganim, menda juda informatsiya ko'paydi. O'zim yaqinda boshladim zalga chiqishni, dieta qilishni. Bilamizki, faqat dietani o'zi bilan ko'p narsa erishib bo'lmaydi degan narsa bor. Ko'pchilikda, misol uchun men dieta qildim, men ovqatlarimni to'g'riladim, shirinliklardan voz kechdim, gazli suv, kola, pepsini yig'ishtirdim deydi. Lekin natija bo'ladi, lekin o'zi kutgan natijaga yetib borishga baribir nimadir yetishmaganga o'xshaydi va ko'pchilik shu bilan birga zalga chiqishni boshlaydi. Ha, to'g'ri, zalga chiqqaningizda dieta bilan birga bo'lsa, bu 99% siz o'ylagan natijani beradi va tez fursatda beradi. Buning sabablari juda ham ko'p. Mana endi men misol uchun buni ko'pchilik bilmasligi mumkin, chunki oramizda oddiy xalq tibbiyot bilan yoki biodobavkalar bilan, dorilar bilan, to'g'ri ovqatlanish bilan tushunmagan insonlar ko'p. Mana shular uchun juda ham foydali bo'ladi bugungi mavzuyimiz. Men nima demoqchiman? Misol uchun men ham o'zim shifokor bo'lsam ham, vrach bo'lsam ham, xirurg bo'lsam ham zalga chiqishni boshladim va o'zimga trener oldim. Trenerim ham menga dietami, ham menga ichadigan sportivniy pitanyalarim, ya'ni biodobavkalarga aminokislotalar, vitaminlar, minerallar, hamma narsani o'sha kishi o'zi to'g'rilab berdi. Professional fitness trener. Men nima demoqchiman? Hozirgi kunda bilamiz, hammani misol uchun zalga chiqishga sharoiti moddiy tarafdan yoki vaqtga nisbatan sharoiti bo'lmaydi. Misol uchun davlat ishlaydigan yoki juda ham hozirgi mana yoshlarimiz bor, ishi juda ham ko'p, zalga chiqqani imkoni bo'lmaydi. Ortiqcha vazndan esa hamma qutulgisi keladi. Xo'p, nima demoqchiman? Men o'zim shu shifokor bo'lishimga qaramasdan trenerim yozib bergan menga ratsion bo'yicha ovqatlanishni boshladim va o'sha kerakli o'zimga bo'lgan o'sha biodobavkalar, aminokislotalar, vitaminlarni qabul qildim. Men shu narsani tushunib yetdimki, oddiy dietada biz faqat dieta qilamiz. Ya'ni ovqatlarni to'g'rilaymiz. Ovqatlarni to'g'rilaganimizda, misol uchun birinchi navbatda shirinliklardan, gazli ichimliklardan va albatta uglevodlardan, ya'ni un, non mahsulotlaridan kechamiz. Va buni oqibatida biz saqlab, o'sha dieta qilib, o'zimizni noto'g'ri ovqatlanishdan saqlash jarayonimizda organizmga qattiq zarba bo'ladi. Ya'ni organizm ko'p narsani talab qiladi. Shirinlik, birinchi navbatda shirinlikka tortadi, gazli ichimliklarga tortadi va ko'pchilik bu narsaga chida olmaydi. Shirinlik yeb qo'yadi, kechqurun ovqatlanib qo'yadi, kunduzi bilan dieta qiladida, issiq suvlarni ichib yuradida, kechga borganda baribir nimadir yeb qo'yadi. Bu narsa shu fitness trener olib, zalga chiqib yurganlarda kam kuzatiladi. Nimaga desangiz, zalga chiqqandan keyin ko'ramiz, hamma kerakli o'sha sportivniy pitanya, ya'ni biodobavkalarni qabul qilishni boshladi. Bu organizmda o'sha bizga yetishmagan, dieta qilgan paytimizda yetishmagan mikroelementlar, biodobavkalar faqat dieta qilib yurganimizda bo'lmasligi uchun kelib chiqadi. Va siz bilan biz yana o'sha bahorga kelib chiroyli kiyimlar, chiroyli qaddi qomatni qilamiz degan orzuyimizga yetisha olmasligimizga olib keladi. Nima qilish kerak? Birinchi navbatda xo'p, dietani boshlash kerak. Dieta rostdan ham yordam beradi. Shunaqa formula bor, 70 ga 30.
vazn tashlashda 70-30 formulasi, ya'ni 70% pitaniyadan. Ya'ni siz ovqatingizni to'g'rilaysiz, zararli ortiqcha narsalardan voz kechasiz. 70% pitaniya orqali siz vес tashlaysiz. 30% bu trenirovka. Va endi qarang, mana shu formulada ham sportivniy pitaniya keltirilmagan. Endi qarang, o'sha aytganimizdek, vaqti yetishmagan yoki mablag' jihatdan qiyinchilik bo'lgan insonlarga dietasiga biodobavka qo'shishni men maslahat beraman. Bu rostdan ham rezultat beradi. Birinchi o'rinda nimaga rezultat beradi? Shifokor sifatida gapirib o'tmoqchiman, sizni sog'lig'ingizni ko'taradi. O'zi normal holatda ham oddiy inson to'g'ri, noto'g'ri ovqatlanganda ham insonga mikroelementlar yetishmaydi. Birinchi o'rinda misol uchun organizmda omega 3, vitamin D3, magniy, shunga o'xshagan vitamin, minerallar va undan tashqari aminokislotalarni biz kun davomida yeydigan mahsulotlarimizda juda ham kam. Bunga sabablar yetarlicha. Birinchi navbatda biz misol uchun dengizdan uzoqdamiz. Dengiz mahsulotlarida juda ham ko'p vitamin, minerallar bo'ladi va ko'pchilik hozirgi yoshlar fast foodga o'tib ketgan, misol uchun juda ham foydali bo'lgan mahsulotlarni doimiy ravishda iste'mol qilmaymiz. Va suvni, mana misol uchun ovqatlanishdan oldin suv ichish kerak deyiladi. Bu narsani ham ko'pchilik bilib turib buzadi. Ana endi mana shu biodobavkani siz ozmoqchi bo'lasizmi, semirmoqchi bo'lasizmi yoki shunchaki sog'lom bo'lmoqchi bo'lsangiz, qabul qilishingiz kerak. Bu narsani oldingi videolarda ham, boshqa bir Instagram, YouTube'larda ham gapirganman. Biodobavka inson uchun kerak, zararli emas. Chunki birinchi o'rinda bu dori emas, bu ximiya emas. Asosan mikroelementlar tabiiy ravishda olingan. Buni xohlasangiz reklama qilib tushuning, xohlasangiz kerakli tavsiya deb tushuning. Hozirgi kunda O'zbekistonda mavjud bo'lgan bir necha badlar bor, men bilganim va hozirgi kunda sinovdan o'tkazganim va o'zimni tanishlarim, yaqinlarim orasida iste'mol qilib haqiqiy natija olgan insonlarda ko'rganman. Aminox degan biodobavka bor. Bu original, o'zini tarkibida kompleks. Mana misol uchun zalga chiqqan inson ham 5 xil, 6 xil turdagi sportivniy pitaniyalar, biodobavkalar, vitaminlarni ichadi. Misol uchun protein ichadi, minerallar, aminokislotalar ichadi, omega 3 ichadi, magniy ichadi. Mana shu hamma narsani, hamma mikroelement, aminokislota, vitamin, omega 3, vitamin D3 bitta mahsulotda, Aminox Sport mahsulotida mavjud va bu juda ham oson. Oson deganim, misol uchun 5 xil, 6 xil dorini har kuni o'z vaqtida tartib bilan ichish ko'pchilikning qo'lidan kelmaydi. Tim bo'li to'g'ri ovqatlanish paytida, ya'ni dieta paytida. Bu kapsula bir dona ichiladi ertalab. Farqi yo'q. Och qorin, to'q qorin farqi yo'q. Endi o'zi aslida dieta qilayotgan inson birinchi navbatda turganda 30-40 gradusli iliq suvda 400 gram suv ichgandan keyin aminoksni qabul qilsa, effekt bomba bo'ladi. Birinchi navbatda nimasi bomba bo'ladi? Siz dieta qilgan paytingizda ham o'zingizni yetarlicha energiya bilan ta'minlaysiz. Energiya yetarli bo'ladi. Bundan tashqari kerakli mikroelementlarni ta'siri oqibatida sizda charchoq alomatlari, mana ko'pchilikda soch to'kilishi, suyaklarning mo'rtlanishi, ko'pincha tirnoqlarda bilinadi mikroelementlar yetishmasligi. Mana shu narsalar sezilarli darajada o'zingizga bilinadi. Hozir ayni muddo, ya'ni misol uchun yangi yildan yoki hozirdan siz dieta qilib vazn tashlamoqchi bo'lsangiz, albatta men rekomendatsiya qilaman, tavsiya qilaman shu biodobavkalarni qo'shib to'g'ri ovqatlanishda. Bu hozir misol uchun hozirgi kunda o'sha ortiqcha vazni bor insonlar qo'llayib turgan bo'lsa, shunaqa etap keladi, shunaqa moment keladi. Misol 60, 40, 50, 60 yoshga borganingizda inson o'zining organizmi bu prosta shunchaki sog'lom bo'lish uchun kerakli bo'lib qoladi. O'shaning uchun siz hozirdan to'g'ri ovqatlanib, kerakli mikroelementlarni, organizmga zarur bo'lgan mikroelementlarni hozirdan ichishni boshlasangiz, bu sizning kelajagingizga ham juda foydali bo'ladi. Yana bundan tashqari ko'p ma'lumotlar bor. Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda, keyingi kontentlarimizda rejalashtiryapmiz. Bizni kanalga obuna bo'lib qo'ying, kuzating. Aytgancha, hozirgi aytib o'tgan mahsulotim O'zbekistonni xohlagan nuqtangizda bo'lsangiz ham olish sharoiti juda ham qulay. Ya'ni Uzum marketga joylangan, Uzum marketdan zakaz qilsangiz, bemalol 1 kun, uzoq 2 kunda yetib keladi. Rahmat, salomat bo'ling.